Tasavvur qiling, anchagina pul yig'ib qo'ygansiz va MacBook olish niyatida yuribsiz. Lekin birorta texnika sotib olishdan oldin odamda albatta shubha bo'ladi. Ayniqsa MacBookka o'xshagan qiyin apparat tanlashda. Lekin hozir hammasini oddiy va osongina qilib tushuntirib beraman. Videoni ko'rishga erinayotgan bo'lsangiz, shunchaki Probox do'konlariga tashrif buyuring. Bu yerdagi mutaxassislar sizga o'zi hammasini tushuntirib beradi, tanlashda va qulay narxga sotib olishda yordam beradi. Erinmaganlar uchun esa men hozir MacBookni versiyalaridan boshlab tushuntirib beraman. MacBooklarning o'zi ikki xil versiyasi mavjud. Birinchisi bu Air, ikkinchisi esa Pro. Birinchi qarashda to'g'ri, ular bir-biriga juda ham o'xshash, lekin ularning ichki dunyosi butunlay boshqa narsa. Ichidan pishgan deydi-yu. Bu yerda ham xuddi shu narsa. MacBook Air bu yengil, ingichka, shovqin chiqarmaydigan notebook. Unda ventilyatorlar yo'q va aynan shuning uchun ham ovoz chiqarmay ishlaydi. Shunga qaramasdan eng oddiy MacBook Air ham anchagina kuchli qurilma. Chunki xabaringiz bor, Apple o'zini MacBooklarini va umuman olganda barcha qurilmalarini o'zining firmenniy M chiplarida ishlab chiqarishni boshlagan va MacBooklar ham bu yerda istisno emas. Misol uchun MacBook Air eng birinchi M1 chipi o'rnatilgan bo'lsa, u yerda bemalol dasturlash, foto tahrirlash kabi ishlarni qilishingiz mumkin. Kerak bo'lsa Premiere Pro kabi og'ir montaj dasturida ham qanaqadir yengil ishlarni qilsangiz bo'ladi. Endi albatta kinolar montaj qila olmaysiz-ku, lekin nimadir qilsa bo'ladi. Ofis ishlariga keladigan bo'lsak, MacBook Air bu yerda umuman qizimaydi va umuman gap bo'lishi mumkin emas. Qanaqadir MacBook Air to'fta degan gaplarga ishonib o'tirmang. MacBook Pro esa umuman boshqa daraja. U og'ir ishlarga mo'ljallangan. Bu yerda ventilyatorlar bor, shuning uchun qanaqadir render yoki kompilyatsiya qilayotganda u qizib ketmaydi. Airdan farqi nafaqat tez ishlashi, balki ekran ham. 14 va 16 dyumli Pro modellarida mini LED ekran, 120 Hz yangilanish tezligi va HDR da yorug'lik 1600 nitgacha chiqadi. Rang va kontrastni ham juda ham aniq, tiniq qilib chiqarib beradi. Bu esa videograf, fotograflarga juda ham muhim. Umuman olganda rang bilan ishlaydigan odamlarga. MacBook Pro'da portlar ham ko'proq. USB-C, Thunderboltlardan tashqari HDMI va SD karta sloti bor. Batareyaga keladigan bo'lsak, Airda ham, Pro'da ham ular yetarlicha darajada yaxshi ishlaydi. Misol uchun, o'rtacha MacBooklar 15-18 soatgacha ishlasa, ba'zi 16 dyumli Pro versiyalar 20 soatgacha chidab beradi. Oddiy qilib tushuntirganda Air bu ofis ishlari uchun mo'ljallangan, Pro esa og'ir vazifalarga. Keling endi qisqacha qilib M1, M2, M3 Pro Max Ultra nima deganini bir tushunib olsak. Esingizda bo'lsa, avvallar Apple'ning kompyuterlari, nafaqat MacBooklar Intel prosessorlarida ishlab chiqarilardi. Keyin esa Apple o'zining chiplarini ishlab chiqarishni boshladi va hozirda ular o'zining qurilmalarida M1, M2 va shu kabi chiplarni ishlatmoqda. M harfi va uning yonidagi son bu avlodni anglatadi. Misol uchun M1 bu birinchi avlod bo'lsa, M5 bu eng oxirgisi, yaqinda chiqqan. Har bir yangi chiqarilgan avlod oldingisiga qaraganda 20-30% kuchliroq ishlaydi. Misol uchun M5 M4 ga qaraganda 30% kuchliroq. Lekin shunga qaramasdan eski M1 chiplar haligacha kuchli. Ular energiyani tejaydi, kamroq qiziydi va batareyani uzoq ushlab turadi. M chiplarining avloddan tashqari ularning versiyalarida ham farqi bor. Misol uchun Pro, Max yoki Ultra chiplar. Ular o'zi nima degani? Misol uchun M Pro chipi oddiysiga nisbatan ko'proq yadrolar soniga ega. Masalan, 12 yadroli protsessor, 18 yadroli grafik protsessor va 36 GB gacha bo'lgan umumlashtirilgan xotira. Pro chiplari tez ishlash va samaradorlik bo'yicha yaxshigina balans qilingan hisoblanadi va ular qanaqadir o'rtacha yoki biroz og'irroq vazifalarga mo'ljallangan. Pro chiplardan keyin Max versiyasi turadi. Bu anchagina kuchli va tez ishlaydigan protsessor, lekin shunga qaramasdan u ko'proq energiya ham sarflaydi. 16 yadroli CPU, 40 yadroli grafik protsessor va 128 GB gacha bo'lgan operativ xotirani qo'llab-quvvatlaydi va u yuqori sifatli videolar bilan ishlash uchun mo'ljallangan. Misol uchun aytaylik, 8K video bo'lsa, u yerga qanaqadir effektlar tiqib montaj qilmoqchi bo'lsangiz, Max'ni olish kerak. U yerda hech qanaqa qotishlar va muammolar bo'lmaydi. M Ultra chiplari esa bu menimcha bilmadim, Gollywood yoki Marvel darajasidagi kinolarni montaj qilish uchun kerak bo'lishi mumkin, chunki bu ikkita M Max chipini olib bir-biriga birlashtirilgan va shu Ultra deyilar ekan. Bunaqa Ultra chip bilmadim kimga kerak, chunki birinchidan u yaxshi ishlash uchun u yerda juda ham zo'r sovutish tizimi bo'lishi kerak. Ikkinchidan u juda ham ko'p energiya sarflaydi. Shuning uchun bu katta hollarda sizga umuman kerak bo'lmaydigan quvvat. Ultra chiplarda 20 yadroli protsessor, 64 yadro GPU va tezligi 819 GB/sekundgacha bo'lgan xotira bor ekan. Hozirgi paytga kelib Ultra chiplar faqat M3 gacha bor, ya'ni M3 Ultra bo'lishi mumkin, lekin M4 faqat Max bilan cheklangan. Chunki o'zingiz tasavvur qilib ko'ring, ikkita shundoq ham kuchli bo'lgan M4 Max protsessorlarini birlashtirib bitta notebookka tiqish, u deyarli ilojsiz narsa.
Endi esa kimga qanaqa MacBook to'g'ri kelishini qisqacha aytib beraman. Agar siz tadbirkor odam bo'lsangiz, sizga M2 yoki M3 chipida ishlaydigan MacBook Air bemalol yetib ortadi. Odatda 8 GB operativ ham yetadi, lekin 16 GB operativ xotiraga ega versiyani tanlasangiz, tezlikda umuman muammolar bo'lmaydi. Kattaroq displey kerak bo'lsa, 15 dyumli MacBook Airlar ham bor. Marketolog yoki SMM mutaxassislarga keladigan bo'lsak, bilamizki, ular odatda Photoshop yoki Figma kabi dasturlarda tezda nimadir qilib olish kerak bo'ladi yoki ularni brauzerga qarasangiz 50 ta 100 ta oyna ochiq bo'ladi va bu narsalarni inobatga olgan holda ularga M3 yoki M4 protsessorda ishlaydigan MacBookni tavsiya qilishim mumkin. Operativ xotira bu yerda 16 GB bo'lgani yaxshi, chunki 8 GB bo'lsa biroz qanaqa qotishlar va noqulayliklar seziladi albatta. Agar siz videograf yoki montajyor bo'lsangiz, sizga kamida MacBook Pro va 14 dyumli ekran kerak bo'ladi. Ekran qancha katta bo'lsa, siz bemalol timeline ochib qo'yib montaj qilishingiz mumkin. Operativ xotiraga keladigan bo'lsak, eng kamida 16 GB bo'lishi kerak, chunki bilasizki, Premiere Pro, DaVinci kabi ilovalar bu narsani juda ham ko'p sarflashni yaxshi ko'radi. Chipga keladigan bo'lsak, M3 yoki M4 ni tanlagan yaxshi, chunki ular yaqinda chiqqan va hali yangilanishlarni qo'llab-quvvatlaydi. Qolaversa, batareya ham u yerda yaxshi ishlaydi va o'zingizni qiladigan ishlaringizga qarab Pro yoki Max versiyani tanlashingiz kerak. Misol uchun, agar siz 8K videolar montaj qilaman desangiz, sizga Pro chip yetmasligi mumkin. Shu yerda MacBooklarning bitta qulay tarafini aytib o'tishim kerak. Bilasizki, turli xil Windows notebooklar bor. O'yinlar uchun mo'ljallangan va ular faqatgina uni zaryadga qo'yganingizda bor kuchini chiqarib beradi. Lekin M chiplari bilan jihozlangan MacBooklarda bunaqa muammo yo'q. Siz uni quvvatlashga qo'yasizmi, yo'qmi, u bir xil maksimum unumdorlikni chiqarib beradi. Har doim o'zingiz bilan quvvatlagich olib yurishingiz shart emas. Endi siz qaysi MacBookni tanlashni bilasiz. Tanlagan MacBookingizni esa bemalol Probox do'konlariga kelib xarid qilishingiz mumkin. Barcha ma'lumot video ostida bo'ladi.